Ustalarni bepulga ishlatsanglar ham bunaqa narxda bunaqa uchastka aniq qura olmaysizlar. Ko'rib turgan 5 sotuvli mana shu bahaybat uchastkamizda deyarli yer hisobida sotuvga qo'yilgan. Ya'ni biz uch qahramon Hoji ota mahallasiga kelganmiz. Hoji ota mahallasini ham kim bilsa agar ichkarida alohida elitni mahallasi bor, alohida kanalizatsiyalar tortib kelingan. Mana shu mahallamizdan 7 ta qolgan uchastkamizdan 5 tasi qolgan ekan. Narxini o'pshim tushirib yorishibdi. Ya'ni 130 ming dollar. Bu mahallada bir sotuv yer 20 ming dollar atrofida, 5 sotuv yerimiz 100 ming bo'ladi, lekin 30 ming dollarga shuncha binoni qurish mumkinmi, yo'qmi? Quruvchilar juda ham yaxshi bilishadi. Planirovkasini tushuntirib beradigan bo'lsam, old tarafini ko'rishimiz mumkin. Mana shunaqa fasadlarga ega bo'ladi. Bitta darvozaxona va binoning orqasida ham katta zelen zonalarni ko'rishimiz mumkin. Letni kuxnani yo'qdan qilsanglar bo'ladi. Endi ichkaridan o'zim ko'rsatib beraman. Asosiy binoga kirib keladigan bo'lsak, kirishimiz bilan mana shunaqa katta xollni ko'ramiz. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda kuxnyani ko'rishimiz mumkin. Juda ham katta ishlangan. E'tibor beringlar, elektrika, santexnika, to'pli pol, patologlargacha qo'yilgan bo'ladi. Bu uchastkamizning narxi 140 ming, oyna romlari yo'g'i 130 ming dollardan. Chap qo'ldagi xonamizda zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin va birinchi etaj bo'ylab bu yerda bitta umumiy sanuzil, yonida katta yotoqxonasi, uni o'zida ham alohida sanuzili bor. Va birinchi etaj o'zida 4-xonamiz, bu yana bitta yotoqxona joylashgan bo'ladi, kattagina razmerda. Orqa hovliga alohida chiqish hodi bor va binoni tegi yarmi podval qo'rilgan. Ikkinchi etajga chiqadigan bo'lsak, chiqishimiz bilan bu yerda ham xonalar ketma-ket joylashgan, jami 5 ta xonani ko'rishimiz mumkin. To'g'rida yana bitta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. O'ng qo'l bo'ylab yuramiz. Bu yerda birinchi yotoqxonamiz, yonida ikkinchi yotoqxona joylashgan bo'ladi. Oldin ustalar ishlatishgan ekan. Bu tarafda o'zida 3-yotoqxonamizni ko'rishimiz mumkin. Alohida sanuzili bor. Bu yerda yana bitta umumiy sanuzil va 4-yotoqxonamiz joylashgan. Pastda mana shu joy egalari nomerini qoldiramiz. Narxlarini eslataman. Oyna romlari borlari va polnis ishlar qilingani 140 mingdan, oyna rom yo'qlari 130 ming dollardan, lekin hali kelishiladigan joyi bor. Srochniy variant ulgurib qolinglar.